BTS haqida bitta so'z bor edi-ku, kulgili. Men nogironlar aravachasida o'tirardim, oyog'im yurmasdi. Bir payt radiodan BTS ashulalari qo'yildi va men yurib ketdim degan narsa menda ham sodir bo'lgan. Men karantin paytlari BTSni tanishib boshlaganman va ularni yaxshi ko'rib, ularni ashulalarini eshitib yurganman. Keyinchalik ular bilan uchrashish menga orzu bo'lgan va maqsad bo'lgan. Ularni konsertiga borish, ular bilan uchrashish meni orzuyim bo'lgan va o'ylaganman bu orzuga erishish uchun ingliz tilini o'rganishim kerak degan maqsadda men ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. Ingliz tilini o'rganishni boshladim va hamma narsa ketma-ket boshlanib ketdi. Ingliz tili, SAT, yana chet elga universitetga o'qishga kirish, hammasi qo'shilib ketdi. To'g'risi BTS ham orqada qolib ketdi. BTSni unutib yubordim. Hate qilishga shoshilmanglar. Misol uchun sizlar Munisa Rizayeva yokida Yulduz Usmonovalarni sizlar qanday hurmat qilib, ularning ashulasini qanday yaxshi ko'rib eshitasizlar, men ham BTSni shunday qabul qilaman. Hozirgi yoshlarga tushunmayman, qanday ular bunaqa fikrlaydi. Jungkook meni erim, Jimin meni erim, Jimin sani biyasi emas, Jimin meni biyasim, Jimin meni erim. Tushunmayman, lekin nerealniy narsa-ku bu. Shuni ayta olaman, BTS menga ingliz tilini o'rganishim uchun sababchi bo'lgan va men ularni konsertiga borishni xohlaganman, ularni uchratishni xohlaganman va shu sababdan men ingliz tilini o'rganganman. Va qolgan hikoyalarim hammasi ketma-ket boshlanib va mana Koreyagacha yetib keldim.